Agar siz O'zbekistonda yashasangiz, yoshingiz 4 dan oshgan bo'lsa yoki oilangizda 35 yoshdan katta ota-onangiz, qarindoshingiz bo'lsa, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Chunki yangi tartiblar va qonuniy talablar oddiy odam e'tibor bermasa, keyin pensiya, nafaqa, mulk hujjati, ish staji, soliq, subsidiya yoki ijtimoiy yordam masalasida juda jiddiy muammo chiqarishi mumkin. Men bugun sizga qo'rqitish uchun emas, hushyor qilish uchun gapiryapman. Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki birgina noto'g'ri hujjat, birgina tasdiqlanmagan ish staji yoki birgina qarzdorlik ertaga katta yo'qotishga olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday huquqiy va moliyaviy ma'lumotlar har bir oilaga kerak. Oldin ko'plik odamlar bitta fikr bilan yashardi. Vaqti kelganda pensiyaga chiqaman, hujjatlarni keyin yig'aman, davlat baribir topib beradi. Afsuski, amaliyotda bu har doim ham shunday ishlamaydi. 40 yoshdan keyin odamning ish staji, rasmiy daromadi, soliq to'lovlari, mehnat daftarchasi, elektron bazadagi ma'lumotlari va fuqaroning o'z nomidagi mol mulki alohida ahamiyat kasb etadi. Oldingi tartibda ko'p ishlar qog'oz hujjatlar, mehnat daftarchasi, korxona arxivi yoki mahalla ma'lumotnomasi orqali hal qilinardi. Kimdir 1990-yillarda ishlagan, kimdir kolxozda, kimdir zavodda, kimdir xususiy firmada, kimdir chet elga chiqib ishlagan. Lekin o'sha yillardagi hujjatlar saqlanmagan bo'lishi, korxona yopilib ketgan bo'lishi, ish haqi rasmiy ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Natijada odam olmin yoshga kelib, men 30 yil ishlaganman deydi. Lekin tizimda tasdiqlangan staj 12 yil bo'lib chiqadi. Endi esa talablar ancha qattiqlashgan. Davlat organlari ko'proq elektron ma'lumotlarga tayanadi. Rasmiy daromad, soliq to'lovi, ijtimoiy to'lov, mehnat shartnomasi va elektron mehnat daftarchasi muhim rol o'ynaydi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, odam faqat men ishlaganman deb aytishi yetarli emas. Ishlaganingiz hujjatda, bazada, arxivda yoki qonuniy tasdiqlovchi dalilda bo'lishi kerak. Men ko'p odamlarda aynan shu xatoni ko'raman. Ular gartim 5 yoshda hali vaqt bor deb o'ylaydi. Bexin yoshda esa hujjatlar haqida o'ylashni boshlaydi. Oldivan yoshga kelganda esa kech bo'lishi mumkin. Chunki yopilgan korxonaning arxivini topish, sobiq ish beruvchini qidirish, eski maosh ma'lumotnomasini olish, noto'g'ri yozilgan familiyani tuzatish, tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumotidagi xatoni bartaraf etish o'ylar ba'zan yillar talab qiladi. Birinchi navbatda garti yoshdan oshgan har bir odam o'zining rasmiy ish stajini tekshirishi kerak. Men buni ayniqsa garti 5 eqdi. Aygin 5 yoshdagilarga alohida ta'kidlayman. Chunki pensiya masalasi faqat pensiya yoshiga yetganda boshlanmaydi. Pensiyaga tayyorgarlik kamida 10 yil oldin boshlanishi kerak. Masalan, bir erkak hurmatli yoshda. U 25 yildan beri ishlayman deb hisoblaydi. Lekin uning eng yili norasmiy bo'lgan, oylik naqd berilgan, mehnat shartnomasi qilinmagan, soliq to'lanmagan. Yana 5 yilda firma bor, lekin hujjatlar noto'g'ri yuritilgan. Natijada rasmiy staj 10 yil atrofida chiqishi mumkin. Bu esa kelajakda pensiya miqdoriga jiddiy ta'sir qiladi. Odam men ishladim-ku deydi, lekin tizim tasdiqlangan ma'lumot yo'q deydi. Yana bir misol, ayol kishi 20 yoshda. U umr bo'yi tikuvchilik qilgan, uyda buyurtma olgan, bozorda savdo qilgan, bolalarni katta qilgan, daromadi bo'lgan, mehnati og'ir bo'lgan, lekin rasmiy staj juda kam. Agar u oldindan o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tganida, ijtimoiy soliq to'laganida yoki qonuniy faoliyat yuritganida, kelajakdagi huquqlari ancha mustahkam bo'lardi. Demak, masala faqat ishlashda emas, ishning qonuniy rasmiylashtirilishida. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchisi norasmiy ishlaganlar. Ikkinchisi xususiy firmada uzoq vaqt ishlagan, lekin shartnoma nusxasi qo'lida bo'lmaganlar. Uchinchisi sobiq korxonasi yopilganlar. To'rtinchisi familiyasi turmush, ajrim yoki boshqa sabab bilan o'zgarganlar. Beshinchisi chet elda ishlab qaytganlar. Oltinchisi pensiyaga yaqinlashgan. Lekin hujjatlarni biror marta ham tekshirtirmaganlar. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar siz doimiy ravishda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lsa, oyligingiz bank orqali tushgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'langan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda ma'lumotlar to'g'ri ko'rinsa, sizda xavf nisbatan kamroq. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Chunki tizimda texnik xato, ism sharifdagi farq, tug'ilgan sana noto'g'riligi yoki eski ish joyi kiritilmay qolgan bo'lishi mumkin. Endi asosiy savol, nima o'zgardi?
O'zgarish shundaki, davlat tizimlari tobora raqamlashmoqda. Pensiya, nafaqa, subsidiya, soliq, kadastr, bank, ijro, mehnat va ijtimoiy himoya ma'lumotlari bir-biri bilan bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni oshiradi. Kim rasmiy ishlagan, kim soliq to'lagan, kim haqiqatdan yordamga muhtoj, kimning mulki bor, kimning daromadi bor, ko'proq aniq ko'rinadi. Lekin salbiy tomoni shuki, hujjati tartibsiz odam endi keyin to'g'rilab olaman deb yura olmaydi. Masalan, ijtimoiy yordam yoki subsidiya olishda oilaning daromadi, nomidagi avtomobil, uy-joy, bankdagi ayrim ma'lumotlar ish bilan bandlik holati tekshirilishi mumkin. Agar odam o'z nomiga mashina olib qo'ygan bo'lsa, aslida u mashinadan foydalanmasa ham tizimda u mulkdor sifatida ko'rinadi. Agar qarindoshining biznesi uchun o'z nomini ishlatgan bo'lsa, ertaga bu ham muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun 40-35 yosh oralig'idagi odamlar o'z nomida nimalar borligini juda yaxshi bilishi kerak. Hayotiy misol. Bir fuqaro akasiga yordam beraman deb mashinani o'z nomiga rasmiylashtirgan. O'zi esa kam daromadli oila sifatida yordam so'ragan. Tizimda uning nomida avtomobil chiqadi. Natijada yordam rad etilishi mumkin. Fuqaro, bu mashina meniki emas, akamniki deydi. Lekin hujjatda kimning nomida bo'lsa, qonuniy javobgarlik va huquq ham o'sha odamga bog'lanadi. Yana bir holat. Odam biror tanishi uchun firma ochib bergan, direktor bo'lib turgan. Lekin real ishni boshqalar qilgan. Bir necha yildan keyin soliq qarzi, bank majburiyati yoki tekshiruv chiqadi. Tanishi yo'q, firma hujjatda uning nomida. Bunday vaziyatda men bilmasdim deyish ko'p hollarda yetarli himoya bo'lmaydi. Shuning uchun hech qachon pasportingiz, elektron raqamli imzoingiz, bank kartangiz yoki nomingizni boshqalarga osonlikcha bermang. Endi men eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi noziklik, ish tajribasi bir xil narsa emas. Siz bir sohada yarim yil tajribaga ega bo'lishingiz mumkin, lekin hujjatda 5 yil staj chiqishi mumkin. Pensiya va ko'p huquqiy masalalarda aynan tasdiqlangan staj muhim. Ikkinchi noziklik, mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi ham ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar yozuv noto'g'ri, muhr noaniq, korxona nomi chalkash yoki buyruq raqami yo'q bo'lsa, qo'shimcha arxiv hujjati so'ralishi mumkin. Shu sababli eski mehnat daftarchangizni uyda shkafga tashlab qo'ymang. Uni ko'rib chiqing, sana to'g'rimi? Ishga kirgan va chiqqan vaqtlar mosmi? Familiya bir xil yozilganmi? Korxona muhri bormi? Uchinchi noziklik, ayollarda familiya o'zgarishi katta muammo chiqarishi mumkin. Masalan, qiz familiyasida ishlagan, keyin turmushga chiqqan, keyin familiyasi o'zgargan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, eski stajni yangi shaxsiy ma'lumotga bog'lash qiyinlashadi. Shuning uchun ayollar, ayniqsa attim yoshdan oshganlar, nikoh, ajrim, familiya o'zgarishi bo'yicha barcha hujjatlarni tartib keltirishi kerak. 4-noziklik, chet elda ishlagan davr. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Lekin bu davr O'zbekistonda avtomatik tarzda pensiya stajiga qo'shiladi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Bunda davlatlari kelishuvlar, rasmiy ish, to'langan badallar va hujjatlar muhim. Agar siz chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, soliq yoki ijtimoiy to'lov hujjatlarini saqlang. 5-noziklik, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Tarbiyat 65 yoshdagi odamlar ko'pincha kredit oladi, farzandiga kafillik qiladi, uy ta'mirlaydi, to'y qiladi, avtomobil oladi. Lekin biror qarz sud yoki majburiy ijro byurosiga o'tib ketsa, bu bank hisobvaraqlari, mol-mulk, avtomobil va ayrim huquqiy harakatlar ta'sir qilishi mumkin. Kafil bo'lish ham oddiy imzo emas. Agar asosiy qarzdor to'lamasa, bank sizdan talab qilishi mumkin. Masalan, ota o'g'liga kredit uchun kafil bo'ldi. O'g'il bir muddat to'ladi, keyin ishsiz qoldi. Bank otaga murojaat qiladi. Ota, men pulni olmaganman deydi. Lekin kafil sifatida imzo qo'ygan. Mana shu bitta imzo pensiya yoshiga yaqin odamning moliyaviy tinchligini buzishi mumkin. Shuning uchun kafil bo'lishdan oldin shartnomani to'liq o'qing, to'lov jadvalini ko'ring. Eng yomon holatda o'zingiz to'lay olasizmi? Shuni hisoblang. 6-noziklik, uy-joy va kadastr. Ko'pchilik eski uyda yashaydi, lekin hujjatlari to'liq emas. Kimdir merosni rasmiylashtirmagan, kimdir uy otasining nomida qolgan, kimdir hovlini bo'lib olgan. Lekin kadastrda boshqa ko'rinadi. Bugun muammo bilinmasligi mumkin, lekin sotish, garovga qo'yish, meros bo'lish, subsidiya olish, kompensatsiya yoki nizoda bu juda katta masalaga aylanadi.
Ayniqsa ota-onasi vafot etgan, lekin meros rasmiylashtirilmagan oilalar buni cho'zmasligi kerak. 7-noziklik, elektron raqamli imzo. Men hammaga alohida ogohlantiraman, kalitingizni hech kimga bermang. Bu oddiy parol emas. Bu sizning nomingizdan hujjat imzolash imkonini beradigan vosita. Kimdir sizning orqali firma ochishi, shartnoma tasdiqlashi, hisobot yuborishi yoki boshqa harakat qilishi mumkin. Keyin men bilmaganman deb isbotlash qiyin bo'ladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli davlat xizmatlari markazi orqali o'zingiz haqingizdagi asosiy ma'lumotlarni tekshiring. Elektron mehnat daftarchasi, ish staji, soliq holati, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ma'lumotlar, nomingizdagi mol-mulk va boshqa muhim yozuvlar bo'yicha imkon qadar aniqlik kiriting. Ikkinchi qadam, barcha eski hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjati, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, familiya o'zgarishi hujjati, eski ish joylaridan buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arx ma'lumotlari, soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotlar. Bularni bitta papkaga joylang. Faqat rasmga olib qo'yish bilan cheklanmang. Asl nusxalarni ham asrang. Uchinchi qadam. Agar stajda kamchilik ko'rsangiz, kutib o'tirmang. Avval sobiq ish joyingizga murojaat qiling. Korxona ishlamayotgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Tuman yoki shahar arxivlari, idoraviy arxivlar, sobiq korxona hujjatlari saqlangan tashkilotlar orqali ma'lumot topishga harakat qiling. Murojaatda aniq yozing. Qaysi yillarda ishlagansiz, lavozimingiz nima bo'lgan, korxona nomi qanday bo'lgan, ishga kirish va chiqish taxminiy sanalari. 4-qadam. Davlat xizmatlari markaziga boring. U yerda ko'p masalalar bo'yicha yo'l yo'riq beriladi. Agar elektron bazada xato bo'lsa, uni tuzatish uchun qaysi organ mas'ul ekanini aniqlang. Masalan, IXDY hujjatidagi xato alohida tartibda, kadastrdagi xato alohida, mehnat ma'lumotidagi xato esa boshqa tartibda tuzatiladi. Bir idorada javob ola olmasangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 5-qadam. Pensiyaga chiqishga 5-10 yil qolgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga maslahat uchun murojaat qiling. Mening hozirgi holatimda tasdiqlangan staj qancha ko'rinmoqda? Qaysi davrlar hisobga olinmagan? Qanday hujjat olib kelishim kerak degan savollarni aniq bering. Ko'pchilik aynan savolni aniq bermagani uchun umumiy javob olib qaytadi. 6-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni qayta ko'rib chiqing. Men tushunaman, hayot qiyin, hamma joyda rasmiy ish topish oson emas. Lekin uzoq muddat norasmiy ishlash kelajakdagi pensiya, kredit tarixi, ijtimoiy himoya va huquqiy kafolatlarni zaiflashtiradi. Agar yakka tartibda xizmat ko'rsatsangiz, o'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa qonuniy shaxslarni o'rganing. Eng muhimi, faoliyatingiz izsiz qolmasin. 7-qadam. Nomingizdagi mulklarni tekshiring. Uy, yer, avtomobil, firma, ulush, bank majburiyati, kafillik, ijro qarzi bor yo'qligini bilib oling. Ba'zan odamning o'zi bilmagan holda eski jarima, kommunal qarz, soliq qarzi yoki sud qarori chiqib qolgan bo'ladi. Buni vaqtida bilsangiz, hal qilish osonroq. Kech bilsangiz, hisob bloklanishi, mulkka taqiq qo'yilishi yoki boshqa cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. 8-qadam. Yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Ota-onangiz 6 yoshga yaqinlashgan bo'lsa, ularning hujjatlarini tekshirishga yordam bering. Ko'p keksa odamlar elektron tizimdan foydalana olmaydi. Navbat kutishga qiynaladi. Qaysi hujjat kerakligini bilmaydi. Farzand sifatida ularning pasporti, mehnat daftarchasi, nikoh hujjatlari, kadastr va pensiya ma'lumotlarini tartibga solib berish katta yordam bo'ladi. 9-qadam. Hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang. Shartnomani o'qimasdan imzolamang. Bu shunchaki rasmiyatchilik degan gapga ishonmang. Ayniqsa kredit, kafillik, oldi sotdi, ijara, firma ochish, ishonchnoma berish, avtomobil yoki uy hujjatlarida har bir bandni tushuning. Tushunmasangiz, yuristga ko'rsating. Bir martalik maslahat keyingi 10 yillik muammoning oldini olishi mumkin. 10-qadam. Yozma iz qoldiring. Davlat organiga, korxonaga, arxivga, bankka yoki boshqa tashkilotga murojaat qilganingizda ariza nusxasini, ro'yxatga olingan raqamini, javob xatini saqlang. Telefon orqali aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Yozma hujjat esa sizning huquqingizni himoya qiladi. Bugungi eng asosiy fikr shuki, 40 yoshdan keyin hujjatlarni keyinga qoldirish xavfli. 20 yoshdan keyin
har bir yil muhim yoshga kelganda esa ko'p narsani tiklash qiyinlashadi. Yangi tartiblar odamlarni ko'proq rasmiylikka, aniqlikka va mas'uliyatga majbur qilmoqda. Bu kimnidir qo'rqitish uchun emas, huquqiy tartibni kuchaytirish uchun qilinadi. Lekin tayyor bo'lmagan odam bundan zarar ko'rishi mumkin. Men sizga maslahatimni yana bir bor takrorlayman. Ish stajingizni tekshiring. Hujjatlaringizni yig'ing. Nomingizdagi mulk va majburiyatlarni aniqlang. Va pasport ma'lumotlaringizni himoya qiling. Shubhali imzolardan ehtiyot bo'ling. Pensiya va ijtimoiy yordam masalasini oldindan o'rganing. Izohlarda yozing. Sizda yoki yaqinlaringizda ish staji, pensiya, kadastr, kredit yoki hujjat bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqaradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, aka-ukangizga, opa-singlingizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun oddiy ko'rinishi mumkin, lekin ertaga oilangizning puli, pensiyasi va huquqini saqlab qolishi mumkin.